Oho, uyimizda yana o'yinchoq zavod portladimi deyman. Insonning hayotida unutilmas davrlar bor. Ha, bolaligimizni hammamiz sog'inamiz, ammo undan ham qimmatli davrni shunchaki o'tkazib yuboramiz. Bu farzandlarimizni bolaligi. Ishoning, bu davr ko'p davom etmaydi. Ko'z ochib yumgunimizcha o'tib ketadi, hatto payqamay ham qolamiz. O'sha davrda bolajonlar quchog'imizga sig'ishadi. Bolalarcha ovoz bilan bizni chaqirishadi. Tunda qo'rqib yonimizga kelishadi, pinjimizga tiqilishadi, ertak so'rashadi, suv so'rashadi. Bu davrda biz ota-onalar juda charchaymiz. Unisiga qarab, bunisiga qarab, ba'zida bitta sho'xligi ham og'irlik qiladi. Ko'ngilda esa qachon bular katta bo'larkan degan xayolga boramiz. Dadajon, qosdi gap qopti. Dadajon. Ha, vaqt o'zi shundoq ham tez o'tsa, yana uni tez o'tishini so'rashimizni qarang. Ha, o'tadi, ketadi. Kun kelib bolamiz ulg'ayadi. O'z hayoti bilan bo'lib ketadi. Oq desak ham, dod desak ham endi farzandimizning bolaligini qaytara olmaymiz. Ha, u hamon bizning farzandimiz, lekin endi u quchog'imizga sig'maydi, ertak so'ramaydi, kechasi qo'rqib yonimizga kelmaydi. O'shandagina tushunamizki, farzandimizni bolaligi qaytmas ekan. Shunday ekan, bugun bu ne'matni qadriga yetaylik. Bolalarimiz uyimizni to'zitib, shovqin-suron qilib tashlagan bo'lsa ham xursand bo'laylik. Aslida bizni beminnat sevuvchilar shular emasmi? Garchi charchagan bo'lsak ham 5 soniya to'xtaylik. Bolamizni quchoqlab, ko'ziga boqib, bu onlarni shoshirmasdan his qilaylik. Chunki hayotda eng alamlisi qaytarib bo'lmas lahzalarni yashamay o'tkazib yuborishdir. Bu bir do'stona maslahat edi. Xayrlashmadiga ko'rishguncha.